Biz radar gruppamiz bu, a'zobiliklar, Toshkent bormoqchi bo'lsanglar, hamma narsani bilib olasizlar. Qayerda radar bu, qayerda nima gap, yo'lda nima, qaysi benzin, qaysi gaz ishlaydi, hammasini bilib borasizlar. Shoferlarning o'zini shevasi bu, o'zini uni ham tushunib olasizlar. Masalan deydi, zanjil tashiyapti, ikkita gugurchupni tirab ketdimi bu degan, uyqum kelyapti degani, xona kamlar, bugun nastednam yo'q degani, klientlarni puli kam, bugun yaxshi sharoit bilan chiqmadim degani. O'lim kulgandan bir kun nima deydi? Mulla buloqqa deydi, bitta moda eshak o'lyotibdi deydi. Qayerga borsang bor. U 70-60 ketgan odam moda narligini qayerdan ko'rgan bo'lsa, o'g'aynilar deydi, red qilibdi, palasaga ishlayapti deydi. O'g'aynilar degani, gaylar red qilibdi degani. Almachilar bilan ko'fichilar o'ttasiga trenoshka orqadan ham o'rlaydan ham so'libdi deydi. Bu degani radarga, radar gruppaga kiringlar, 4000-5000 ta odam bilan hangama qilib mazza ham qilasizlar, uyqular ham qochib ketadi.